Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Mana Ko'xonada ko'pchilik biladi. Bu supermarket juda ham rivojlangan supermarketlardan biri Regar shahrida. Reklama yo boshqa maqsadda emas, xalq uchun shu videoni qilyapman. Rosti gap, Ko'xonada bir yana ajoyib bir yangilik kiritgani uchun shu narsalarni bilib qo'yishlaringiz uchun qilyapman. Qanday yangilikligini xudo xolasa hozir ko'rib o'tasizlar. Mana barcha kabineton. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chiqay sos tinch. Nomi-chi? خیلی هنردار، یکم هنرداری می؟ رپ میخونی؟ کنی؟ خیلی که معقول ته. اینجا شهری ترسون زوده، جای زوره، اینجا جای مو جای استقامت میکنیم، هموطنه، پدر مادر ارماد میکنیم، سلامت باشین، شاید ترسون زوده بیاین، جای زوره. رحمت کن آباد شوی. دوستا حالی هم هیجانده، bu bolani کم کم taniyman, yaxshi rep aytadi, tabiiy chiqadi. Az Ko'xonada yangiligini ko'rsatib o'tamiz. Yangilik tarafga ketyapmiz. Yangilik men xo'rok ham oldin shaurmajon edi. Hozir xo'rok deb o'zgartirib yangidan qilishdi. Juda ham ajoyib. Mana bir yangiliklardan biri. Mana qarang, chiroyli bahorga dizaynlar qilishibdi. Fantamchalar, surat uchun yurakchalar. Hozir biz asosiy yangiligimiz marojniy xona. Bunaqasi bo'lmagan. Bu marojniy xona. Mana shu Ko'xonurga qarashli bo'lib, juda ham bir ajoyib marojniy xona. Turli tuman, misol uchun Dushanbelarga yoki boshqa joylarga borib yeyish shart emas endi. Mana shu yerga kelib yesa ham bo'ladi hozir. Juda ham ajoyib tarzda tayyorlangan. Marojniylari ham juda ham go'zal va turli tuman. Mana yaqinroq borib monitorda moxitolarigacha bor ekan do'stlar, birodarlar. Yana shu Ko'xonurdan ozgina o'tganimizga do'stlar, birodarlar, yana qadrdonlar, mana yosh bolalaringiz bilan kelsangiz, nima qilib chalg'itishni bilmagan paytingizda mana bir ukamiz, mana Parviz degan ukamiz mana shu yerda karusellar qo'yib, yosh bolalar uchun juda arzon narxda. Juda 3 somon, 5 somondan arzon narxda mana shu karusellarda ham o'tkazib, yana minuti boshqa joylarga nisbatan ko'p. Hozir biz muzikasini o'chirtirdik. Bir chiroyli bir muzikalar qo'yib qo'yadi. Biz hozir o'chirtirdikki, sizlarga videoni tayyorlash uchun. Juda ham ajoyib mana bu. Hali yana yangiliklar qiladi. Mana bu tarafda bunaqa mashinalari ham bor keyin. Yosh bolalar uchun mashinchalari bor, nechta mashinchalari bor. Bemalol nima arzon. Shunday odamlar uchun arzon narxlarda 3 somon, 5 somondan qilib ishlatyapti. Mana bu karaseli bunaqasi juda ham ajoyib. Shaharda ichida yosh bolalar uchun juda ham bir chiroyli va qulay. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, birodarlar? Bular hammasi bu prosta sizlar uchun do'stlar, birodarlar. Mana bunaqa mashinchasi ham bor ekan, mana sariq mashinchasi. Mana bu yerda shuni to'g'risi mana choyxona, Ko'xi vatan bor ekan, choyxona Ibrohim. Hamma narsa bor ish qilib. Shu yerdan kelasizlar, yosh bolalar uchun o'yingohlar, surat uchun suratgohlar, marojniy yeyish uchun go'zal bir marojniylar hamda bir dam olib ketish uchun yoshlarga ham, kattalarga ham hamma sharoitlar bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.